aytaman. Tuykamizlikini aytib qo'yaylik. Sen aytaman. Sen aytaman. Ya bir ko'rsanglar pul. Aka savdo qilyapman aka. Yo mayli. Savdosaniki. Davay, ha, savdosiz aka bo'lsang dakkansa, zilli bom tamom. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Yaxshimisizlar? Tanjolar sog'misizlar bilan doimgidek o'sha Istoqbul. Spora Pantera o'z kanalidasiz. Hurmatli akalar, bugun hafta kuniga yakshanba, yanvar oyining 1-bozori adashmasam, 2-chi bozor edimi? 11-yanvar sanasi. Bugun xudo xolasa ona bola sigir narxlarini, g'unojlarni bir martaga chiqarib ketamiz. Vaqtimiz ozgina chegaralangan. Ustoxonaga ishlash kerak. Sabab shunda akalar. Akalar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Esdan chiqmasin, biz xudo xolasa chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Muraqat, tirs esdan chiqmasin, ha. Salomat bo'linglar. Biz boshladik. Alay Paulo. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Borasiz, qani juma aka buni? Qancha deyapsiz aka? 20. Aka so'rasizmi? 19. 25 19. Assalomu alaykum aka yaxshi. 19 so'raldi. Savdo bo'lyapti. Bolasi qani juma. Sigirchani ko'ramiz, keyingisi. Qachondan beri uyalaykum, mana videoga menga eding, bitta qilmayman. Assalomu alaykum. Rasmga olding, ha. Bolachasi bu qachon bo'lajimi? Bolachasi bu qachon? Tepmasi yana. Nog'oz. Aka. Tepadimi, tepmaymi? Davlenasi dahshat, ha? Qancha deyapsiz aka buni? 21 deyapmiz aka. 21. Savdo ko'rdimi? 18,5 savdo ko'rgan, 21. Nomer qo'yapsizmi? 97. Ha? 97. Ayting. 798 5686. 5686 shu nomerga chiqasiz. Agarda kerak bo'lsa agar. Nechinchi qoringa ekan? 3. Mayli aka. 3-chi qoringa. Keyingisi birinchi qorinmi deyman, bolachasi. Bolachasi qulojim buni, aka? Birinchi qoringami, ikkinchi qoringami? Birinchi qoringa. Chimolga qo'yilgan. Qo'yilgan? Hozir bu qo'ysizmi yo? Ichi ham qo'ysin. 2 oylik. Endi 2 oylik endi uncha aniq emasda, endi 3 oylik bo'lsa, 4 oylik bo'lsa mayli. Qancha deyapsiz aka endi buni? Ha? 22 million so'm. Savdosi bo'ldimi? Ha. Qancha bo'ldi aka? 19. 2 oylik bu o'z bachachasi buni o'jin akalar. Ana shu nomer qo'yamizmi? Ha? Ayting. 99 lik. 99lik 102 102 753. 753 akalar aloqa chiqarasiz. Egalardan akalar yana. Sigirimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tog'a yaxshimisiz? Bolachasi qani o'zincha? Qani o'zincha. Sigirimiz nechinchi qoringa tog'a? 3-chi qorin. Assalomu alaykum. O'zingizdan. Egalardan. Olib sotish nimasi yo'q. Egalarning o'zidan akalar, realni. Mol qo'yish qanday? Ko'ra bilan indamaydi. Bemalol so'qish. Akalar indamaydi, bexijolat. Mol indamaydi, bolasi qo'nojincha 3-qoringa molga qo'yilmagan, qayta. Molga qo'yilgan. Qo'yilgan, ichingda aniq emas. Aniq emas. Ha, ichi. Bo'ldi. Ichi aniq. Endi baribir ko'rasizlar. Qancha aytamiz buni? 27. Savdo ko'rdimi? 25 yarim savdo bo'ldi. 25 savdo. Nomer qo'yaylik. Nomerga qo'ying. 94 94lik 058 25 52. Akalarni mol olmoqchi bo'lganlar, sinamol egalaridan olib sotish emas, birovdan qo'yish emas. 27 million savdo ko'rgan, 25 million savdo ko'rgan, 27 aytilgan. 10 litr sutga garantiya sog'olsin dedilar. To'pa to'g'rimi? Bolasi buni uchun 1 oylik bo'lgan, molga qo'yilgan hech aniq emas ekan ular. Yana kelishib olasizlar. Hozir nomerga aloqa chiqqan. Salomat bo'linglar. Ana akalar, bozorga ham egalardan chiqadi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka, so'raysiz. Bolachasi qani o'lcham aka? Bolasi qani o'lcham? Nechinchi qoringasiga? Aniqni ayting. 3-chi qorin. 3-chi qorin. Egalardanmi yo dehqonni o'zi? Egalarning o'zidan. Sut masalasi qanday? 8 ta so'g'a bo'lsin. 1 kunga. Ha, 1 kunga 8 litr. Endi yesa beradi. Bolachasi zo'r ekan. Uni uchuncha qancha narxlayapsiz bunaqa? 21 savdo bo'ldi. 20 dedingiz. Bolachasi zo'r ekan. Sichirka bo'lganmi yo bu? Molcha. Molga qo'yilganmi? Bu sementala qo'yilgan. Ha, o'sha. 21 dedilar.
Nomer qo'yib ketamizmi aka? 99 lik. Ayting, 99. 154 154 94 13. 94 13. Shu nomerga aloqa chiqasizlar akalar. Mayli. Buni uchun qarang akalar, vash. Bo'lgan. Bu kimdan ekan? Kimdan ekan bu? Qada ekan. Qancha bor ekan? 15 millionga olur. Gurt bu qada ekanligini, ha? Semiz. Bak şu. Bunu savdosi bo'libdimi yo'q? Qaysi savdosi bo'libdi aka? Oha, qaysi bir savdosi bo'libdi? Qancha bo'ldi? 14,5. Bu o'zmi yo'q? Yo'q. Bachasini sotdi. Bachasi 14,5 o'zi, ha? Ha. Bachasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, zo'rmisiz? Tinchmisiz? G'uno uchun shunaymi? Qani paroda ekanmi? Qizilcho'l. Eski paroda. Eski vaqtda xalqqa tarqatilgan parodadan. To'g'rimi? Issiqlikka chidamli bo'lgan parodan akalar. Shu qizilcho'l shunaqa baqat bo'lar ekan. Bu sut masalasiga ham yaxshi adashmasam, ha? Ha, endi qo'li tug'magan, qisir. Aka bu faqat sizda shunaqa mo'llami yo'q? Aka olib sotasizmi? Sizda eskidan ko'raman-da. Oldin olingandi. Bir yil oldin olingandi. Onasini sotib ketasa. Yo'q, endi sizda buqalaringiz ham zo'r olib chiqasizmi? O'sha uchun aytaman-da. Aka buni qancha aytasiz hozir? Ha? 300 million. Savdo ko'rdimi? 16 million. 26 million. Ha, 26 million bo'ldi. Yo, lekin vahsh udor ekan, bokir tanib olish kerak. Vahsh udor. G'unojinni bunaqasini ko'rmagandim. Endi baribir kimlardir ko'rgandir, endi men ko'rdim. Bor, cho'rni piyostir deganlar bundan ham baland bilan. Endi cho'rni piyostir o'zi yo'nalishi u bacha bilan sut berish masalasida, go'sht uchun emas-da bu. Endi qizilcho'l eshitishim bo'yicha go'sht bilan sut masalasi bo'yicha. Go'sht bilan sut. Ha, yo'nalish shunaqa. Semental go'sht bilan sut. Go'sht u sut emas, go'sht masalasi edi bu. Shunaqa. Zo'r, nasib qilsin. Zo'r aka, barakasini bersin. Ana bu ikisi aka yonda bachasi. Aka bu ona bachami? Assalomu alaykum. Ha? Ona bacha. Qancha? 27 million. Hozir aka telefon nomeringizni ham qo'yamiz. Hozir birmi? Ayting, telefon nomeringizni keyin qo'yamiz. Ayting. 99 lik. 99 lik. 740 olmuş. 740 olmuş. Ha, bir yil. Lekin bak, rahmat bo'lganga zo'r. Qizilcho'li g'unojinni shunaqa katta bo'lishini birinchi marta ko'rdim. Endi o'zini sigirni ko'rganman katta, lekin g'unojinni endi ko'rdim. Baqat narsa bo'larkan. Assalomu alaykum. Qayta hozir bir daqiqa. Qala, uchar qalay ishlaringiz, yurmisan? 27 million aytibdilar, ichi bu ko'z deylar, bolachasi buqqacha birinchi qo'ringa deylar. Aka savdo ko'rdimi? 20. Tamom so'rayaptilarmi? Nomer qo'yish foyda, javob kelishasizlar. Ayting nomeri. 93 lik 351 20 ha? 22. Ana akalar. Yo'q, uchar qalay ishlaring? Zo'r palon. Bozor eng uchar bachalardan-da bu. Ucharda buni ismi. Jo'sa aka, assalomu alaykum. Siz bardan qaytgan aka. Bardan qaytdingiz. Ishlaringiz bo'libdimi? Telefon. Zo'rmi? 7 oylik 7 oylik bu qo'ysiz. kal sifat bu 7 oylik ana emchaga tegishga qo'yilmaydi. Ha, holi bu jonim bu. Bu holi tuqqan tuqsa keyinda 7 oylik bu. Puli ne ayt qizim? Puli 4 million. 14 million. 13 savdo bo'lib 13,5 million so'mga beramiz mayli. Baland qildi kelishtirib. 13,5 million beramiz. Qitti baland, jigar. Qitti baland. Shu xatga 13 qo'yib ketaylik. Qayta telefon qilsalar kelishamiz. Ayt nomeri. 93 lik. Ha. 625 625 81 61. 81 olmuş. Qizili ham bu 7 oylik bu ham. Bu ham 7 oylik bu. Bu ham 7 oylik bu. Ha. Bozor oladi bacha bora. Bu 13 million 12 savdo bo'libdi. Buni ham 12,5 million beramiz. Yo'q, uni 12 qo'yib ketamiz. Qayta telefon qilsalar kelishamiz. 12 ga 13 qo'yib ketamiz. Ana unisi alasi noma'lum. Noma'lum. Ha, bu qisir bilmaymiz lekin. U 11 million so'm ön savdo bo'lib, uni ham 1,5 million beramiz. Böyle polvon, joning sog' bo'lsin. Polvon bunisi qanday bo'ldi? 8 oylik. 8 oylik bu o'zi bu ham. Ha, joning sog' bo'lsin. Qancha aytyapsiz buni?
17 milyon. 17 milyon. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat bo'lin. Ha, keyin sizlarga assalomu alaykum. Ayollar bor ekan, nima qilmaydi ana. Aka bu bo'g'izmi yo qisirmi? Assalomu alaykum. Joningiz sog'mi aka? Bo'g'iz qancha aytasiz aka buni? 16,5. 16,5 million so'm. Nechinchi qo'ring ekan bu? Birinchi qo'lim bular. Birinchi qo'rin deysizmi? Shunday. Hay birinchi qo'rin. Endi buni aytasiz. Bitta nomer qo'yapsizmi? 94lik. 541 22 23. 20 ana shu akalar. Keyin bitta narsa akalar sizlarga tarozi xizmatini bir martaga aytib ketay. 2 tonnagacha tarozi borki, borib o'lchash, narx-navolar mana shu yerda turibdi mana. Mana shu nomerga aloqa chiqasizlar, borib o'lchash kelishib olasizlar, cho'tib qilib o'lchab beradilar akamiz. Jondor bo'ylab xizmatlari bexijolat. Endi Buxoro bo'ylab desak endi uzoqroq ketadi. Ha, aytadi. Buxoro bo'lsa Buxoro bo'ylab o'lchab beradilar. Nomerga aloqa chiqib olaverasizlar aka. Mayli, 2 tonnagacha bexijolat o'lchab beradi. Tarozi kirib keldi yaxshi bo'ldi. Chunki tarozi yaxshi narsa-da. Hamma o'z qo'lidan minnatdor. Shunda. Mayli, tog'a salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Hey, assalom. Aka qalaysiz? O'rimiz tijingiz. Cho'rni pyostralar, ikkalasi savdo bo'libdi. Qancha so'radingiz? Ikkalasi, ikkita. Buni uchun. 1,5 milyon. Akalar, nomer aytib keting. 88lik. 068 1550. Aka ana shu nomerga aloqa chiqasiz. Bu uchun cho'rni pyostramonlar kerak bo'lsa, ana shu odamga aloqa chiqasiz. Faqat cho'rni pyostran shu. Ya uylarga borganman. Molni bo'g'lang beradi. Bo'g'lang beradi. O bishiring. Yomon savdo. Ha. Qo'ysangiz. Ha, qancha bo'ldi? 3,5. Qo'y lo'ring. Yo'q aka. 1 kilo baliq pulini qo'shib bering beralar. Alijon ukajon. Aha. Ismaydi. Ha. O'z suyakdan qara hurmatingni qilib. Bermaysizmi? Shuncha so'rab keldim aka. O'z bittaga. Unaqa pullar yo'q bu kishini. 100 ming 200 ming o'z bittasi qo'shilib 200 ming senga aytaman. To'kamiz lekin aytib qo'yaylik. Senga aytaman. Senga aytaman 200 ming. Ya bir ko'rsanglar pul. Aka savdo qilyapman aka. Yo mayli mayli. Savdosaniki. Davay, ha, savdosiz aka bo'lsang dakkansa, silib bom tamom. Aka, nomer so'radimmi? Aka, Mardona ko'ring. Nechta mol berganman sizlarga? Bo'pmayman, suymayman. Umid. Baraka To'pkama kelishtirib bering. Bon baraka. Yo'q. Ha. Mardaga pul chiqaradi. Aka puli chiqaring, mehr issiqligi bor ekan deyman-da uni. Yaqinroq endi. Savdoni tashadilar. Endi bu yoq savdo bo'ldi. Ketdi, ikki savdo, u kishi tashadilar. Aka shira qilavering. Ha, ya boshqa savdo. Aka tashadilar 31 dan, bu yoq ketdi. Ikkinchi savdo. Qo'llarga torting aka. Savdon ko'raylik. Champlumetri. Aka mashina. Yaksimi? Aka? Aka? 1 milyon qo'shdi. Rajab aka, kelishadi o'zi. Endi savdo oldi. Endi savdo oldi qo'y, endi savdo oldi qo'ying tortishib ketadi. Endi savdo oldi ular. Tamam, qancha bo'ldi? Bittasimi? 16 million ketdi bar aka. Aka, yo'q desam xafa bo'lasan. Hammasini kimga sotasizlar? Aka o'zimga kerak, kasbimga sotasa ketmayman. Ketdi. 16 millionga baraka bo'libsiz. Barakasini bersin. Ketdi. Ikkitasi 31 bo'lib turgandi. Ko'p aka, bunisini ham o'ylamay, xalq oladi buni ham. Aytdim bunga. Manda arzonchi topolmaysiz. Xalq arzonchisi ichida turibdi aka. Siz nima o'ylayapsiz? Böyle tamam. Otur ikimizni bera olmayman-da. Böylelarga barakasini bersin. Hurmatli akalar, mollarimiz shuni bozordan odam juda ko'p shu hafta lekin. Hurmatli akalar, ona bacha g'unojillardan chiqargan videolarimizni tugatamiz. Buqqalar qatoriga bir martaga o'tamiz. Bitta katta kichkinasini bir martaga video olib ketamiz. Kanalga o'tib, videolarni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raman. Salomat bo'ling. Sog'likda ko'rishguncha.